Mana shahardan qishloqqa ham kelolmaydi degan Muhammad Ali. Qishloqqa keldikmi? Qishloqqa keldik. Endi davom ettirsam Muhammad Ali, qani qishloqqa kelamiz. Juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Aytgancha yangi video olishim kerak edi. Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Javohir MC va Muhammad Ali. Shundaymi? Shundaymi Muhammad Ali? Yaxshi, bunda biz videoni boshlaymiz. Bitta narsani aytib o'tsam sizlarga, sizlar yo'g'inglarda qishloqda juda katta o'zgarishlar qilib tashladim. Qishloqning eng boy odamiman men, chunki qaranglar. Qat'andir o'tgan safar videoda loteriyadan mashinalar yutib oldim-ku. O'sha mashinalarni sotib oldim, safar yo'q. Mashinalar oldim. Men avtosalon qurdim, shifoxona ochdim, shifoxona. Nima sinim qurib o'tirdi, bilmayman. Uyimga ketasiz, qo'lim sizlardan so'roqchi. Lekin uzr so'rayman kattakon sizlardan, iltimos meni kechiringlar. Azizlar, nima qilyapsizlar? Qitib berib turolmaysanmi? Eng boyisanu. Yo'q, bera olmayman. Bankiga boray, iltimos. Mayli, bankimga borib pullarni olishim mumkin. Tutma tutum uchun. Damesh. Ukam uchun talak boshqaydi. Mana bu botek go'shti. Endi bilasizlar, uylandim. Men ham 20 da o'tdim. 18 ga kirdim. Uylanishim kerak, 20 dan o'tdim deyman. Uylanishim kerak. Uchun mana butman taxlab, chiroyli qilib. Shundan fitil. Sen uylanmoqchimisan? Iltimos obunachilar, kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Uylanmoqchiman, endi nima deysan? Qiz bir aytib o'ringlar. Obunachilar, komment yozinglar. Video xotinim. Mana televizorlar o'tirib choy ichamiz. Короче, udar qildim o'yini. Mana bu yoqchalar bu qara. Yo'q, dam. YouTube nima berib olishi mumkin. Okey. Qaranglar, men oldiga borib kelaylik. Okey. Men oldiga borib videoni yoqaman. Iltimos men kechiring obunachilar, shu yerda ozgina kibr bo'lganman. Mer qalaysiz? Yaxshimisan, Jo'xa? Qanaqa Jo'xa? O'tgan safar boy Jo'xa bo'lganimsa, bu yerda men endi men boyman. Men javaman. Zo'r java kechirasan. Xo'p, shundoq bo'lsin. Короче, bank ochmoqchi edim. Yaxshi g'oya. Kredit berasanmi? Yo'q, endi savob ish qilamiz, ayrimlarga kredit, ayrimlarga shunchaki pul beramiz. Shu yaxshi ish qilmoqchiman-da, boyib ketdim-ku. Yaxshi o'ylabsan. Uyga borib tur, unda men narsa xabarini aytaman. Okay, good. Xo'p, men aytaverasiz. Mayli, ketdik obunachilar uyiga. Endi огородni ham o'zim yig'ishtirmayman. Qalaysan bolachi? Aka, suv bering, chaqib ketdi. Chanqab ketdingmi? Hozir qancha suv beray? 5 ta yetadimi? Amma to'xtanglar. Pizza ham beraman, bo'ladimi? Mana 16 ta pizza. Hozir kofe ham beraman. Buncha ko'pda yevoli beraman. Yevol. Bratishga qorning to'ydimi? Qornim to'ydi. Rahmat aka, siz eng yaxshi odamsiz. Xo'p. Mana bu sizlarga obunachilar, qaranglar, zo'r qilib, zo'r joyda taxlab qo'ydik. Mana o'tirishga har joyda kompot uyda artefakt narsalarni taxlamaganman-chi. Bakiramizam, kirib o'taylik. Artefakt qalaysiz? Yaxshimi? Yaxshisizmi? Yaxshiman, jama. O'zi yaxshimisan? Yaxshi aka, bro. Okey, obunachi. Dana turib ko'ring. Mayli, muqobilga e'tibor beramiz. Okey. Obunachilar, skinim yarashibdimi? Kiyimlarim yangi oldim-da. Sen ham zvezda bo'ldingda. Endi aka, endi. Aka, pozim yaxshirib berasizmi? $1 beraman. Buncha pul ko'p. Xo'p, yaxshirib beraman. Okey, bro. Yaxshilab yig'ishtiring. Xo'p. Okey. Bro chaqirib qoldilar, sizlar eshitmadinglarmi? Bro, nima deysiz? Keyingi videoda to'lamasam bo'ladimi? Mendan ruxsat olaman.
Hop. Iltimos, sizlar ham konkursga qatnashinglar, like bosinglar. Mayli. Obunachilar, men konkurs qilaman. Agar menga kim obuna bo'lib, o'qib videolarimga like bo'lsa, avtosalonimga kelasizlar, bu yerda mashina olib ketasizlar. Bu yerda qaranglar, M5 bor. Mana M5 o'zimga xohlasanglar olinglar. Katta avtosalonim. Bu yomon qorong'u avtosalon lekin. Turish uchun ochib qo'ydim, lekin bu yomon qorong'u bo'ladi. Yopaman-da men hozir bu yerdan. Okey, короче, mashinalarni tursin, hozir yopib qo'yaylik. Okey, obunachilar yopamiz. Obunachilar charchab ketdim, mana qurib oldim. Endi ishchi olishimiz kerak bo'ldi. Mana hamma koshga kelyapti. Video mashinalar yo'qotdimi? Ha, zo'r ekan, просто pul yetmayapti-da. Mayli, senga skidka qilib beraman. Rahmat Jo'xa. Ishchi qo'y. Hop, qo'yaman endi-da. Mana qorong'i bo'ladi, hozir svetlarni ham o'chiraylik. Mana bu yerlarda svetlari bor. Kelib xohlagan mashinalarni tanlab ketib. Mana xohlasang jiddiy. Mana xohlagan mashinalarni Uzr obunachilar, mana shu bitta ketib qoldi. tanlab ketaveringlar. Xohlagan tanlaylar. Shuncha joyga mashinalar, короче, mashinalar yo'q, qornim ochib qolibdi. Shahar ochib ketmasin. Qazaraman. Maza qilib qornimni to'ydirib oldim, endi uxlaymiz. Okey, go. Tepada endi qidiramiz bizga. Bolalar, qizlar bo'lsa, iltimos kommentariyaga qoldiringlar. Menga kerakda shu. Okey, qitgan bitiring nima. Mama. O'ynayman, bilmayman qopman. Kechasi bu qolganini. Kechasi bu bilmayman ham. Obunachilar kechasi bu qo'yibdi. Iltimos, men kechiringlar, men ham zeqilda kelaverim narsa. Ana filib mazza ekan shirinliklar. Taqizcha berib ketganda. Okey, uxlaymiz endi. Короче, uxlasa bo'lganki. Mazza qilib uxlayman. Ertalab ham bo'pti-yu. Okey, mazza qilib uxladim lekin. Qitib turib televizor ham ko'rdim. Jetel mag'vosan. Uyga havas qildim, ko'raman. Okey, ko'rar. Chiqib turasan, tualet qilmoqchi edim. Kitaban ro'q. Ha, uyanaman endi, xo'p. O'zi bu yog'ini qo'ymoqchi emasdim. Ixti qopdi-da. Oy. Mazza qilma. Qo'limni ham yuvildim, bu yog'ini ko'rsatsam uyat bo'lardi. Ham obunachilar, qitdan shida qotib turamiz. Kecha sovuq o'tib ketdim-da men. Sanariyon o'qibdi-da. Kelamiz, o'tirib olaylik. Ochiq joyga borib o'tirib olish kerak. Shifoxonaga kiraylik, qani hech kim olib ishlamayapti menimcha. Seni qurib bergan, senim ishlamayaptimi hali? Yo'q. Okey, o'zing doktor bo'lasanmi? O'zing doktordan. Jetel ishlamaydi hali bu. Uzr, qo'limdan chiqib. Uzr, obunachilar qo'limdan chiqib ketdi. Jetel bu ishlamaydi. Okey, nima ishlamaydi? Ha, bilmadim endi. Okey. Ketdi biz bu yerdan, botdan. Okey, nima qilsa ekan? Okey. Men keldi. Mazza qilib aylanib kelamiz. Obunachilar, shundan qitib turaylik. Yana sovuq o'tib qoldim. Endi shunaqa sovuq o'tib. Qo'limdan nima qilib o'tdi? Endi aylanib yurishimiz kerak bizga. Em bo'y bo'libsizmi? Aha, em bo'y bo'ldik. Em bo'y bo'ldim. Lekin sendan so'ramadi-yu. Endi gapirib ham bo'lmaydimi? Uzr, lekin unaqa demoqchi emasdim. Okey. Mashta bitta katta ochuvli bordi. Deyishdi. Ashitlarni bir ko'raylik qani. Shu yerda emasmikan? Tushamiz. Obunachilar shu yerda bo'lsa kerak. Ancha ko'rilyapti. Yo'q, emas-ya. Ana suvdan keyin mazza-de. Okey, toza havoda qitdam oldim. Okey, uyga ketamiz. Uyga borgandan keyin videoni tugatamiz. Okey, go qani. Go qishloqga. Qishlog'imiz ham asta sekin. Qishlog'imiz ham sekin asta shag'al boryapti. Obunachilar kelmaysizlarmi qishlog'imga? Shuni
uylarimda birga yashaymiz. Qizlar yo'qmi? Kommentga yozinglar qani. Shuncha kishi ko'radi-yu, aktivim nima obuna bo'lmaydi, nima like bosmaydi. Like bosayotganlarga rahmat, hammasiga emas. Komment, like, obunani bosib tursangiz yaxshi bo'lardi, obunachilar. 500 bu yangi kanal. 3 ta videoda уже 1000, 2000 dan kishi ko'ryapti, lekin hali ham obuna bo'lishmayapti. Nimaga obuna bo'lmayapsizlar? Hatto 20 ta 10 ta obuna bo'lsa ham biz qancha yuragimiz ko'tariladi. Yaxshi biz men xursand bo'lardim qancha. Iltimos obuna va komment yozib qo'yinglar. Qizlar bormi kommentga? Qani. Like ham bosib qo'yinglar. Do'stlar bersa. Mayli, men endi uxlayman obunachilar. Videoni shu tugatamiz. Yana muzlab qoldim. Okey. Nima deymiz endi? Mayli, shu joyda videoni tugatamiz. Konteynerni o'chirayman. Sovuq o'tib ketdim. Okey, mayli obunachilar, sog' bo'linglar.